Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Bugun sizlar bilan xudo xolasa JavaScriptdagi hosting tushunchasi haqida gaplashamiz. Iloji boricha buni sizlarga soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, ko'pchilik hosting haqida nima deydi, tushunchasi bo'lmagan bo'lsa ham, noto'g'ri kod yozganda baribir shu hodisaga duch keladi. Xo'p, o'zi hosting nima degani, u qanaqa ishlaydi, nima qilishimiz kerak, o'sha narsalar haqida gaplashamiz hozir. Hosting o'zi nima? Hosting bu JavaScriptdagi kod ishga tushishdan oldin o'zgaruvchilar yoki funksiyalar avtomatik ravishda yuqoriga ko'tarib qo'yish jarayoni bo'ladi. Xo'p, oddiy qilib aytganda kod pastda yozilgan kod bo'lsa ham uni nima qilamiz? Uni tepaga o'tkazib birinchi o'rinda oldinroq o'qishga harakat qiladi. JavaScript o'zi aslida. Xo'p, birinchi hozir men bitta function yozaman bu yerda. Bu function console log qilib hello deyish kerak. Xo'p, bu yerda yozdim mana function hello console log salom. Xo'p, men bu yerda hozir buni chaqirsam hello ni konsolda nima chiqadi? Konsolda salom JavaScript chiqadi. Xo'p. Ana endi buni olib turib hello ni tepadagi functiondan oldin chaqirsam nima bo'ladi? Error bermaydi. Nimaga? Chunki bu aslida JavaScript bu functionni oladi-da, tepaga birinchisiga qo'yib beradi. Ya'ni aslida sizga bu ko'rinmasa ham orqa fonda bu aslida bunaqa bo'ladi. Bu function o'qiydi, keyin chaqiradi. Mana shu jarayon hosting deyiladi. Bu hamma anaqa functionlarda ham bo'lmaydi. Faqatgina function shunaqa ko'rinishdagi functionlarda bo'ladi. Masalan, buni kommentga olib turaman. Ana endi arrow function yozaman. Const hello with arrow. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda xo'p, console log qilamiz. Tak hello js masalan. Ana endi chaqiraman buni hello with arrow. Ko'rganingizdek, уже ko'rib turibsiz, bu yerda hello.js chiqyapti. Ana endi buni olib turib, men bu yerda chaqiradigan bo'lsam, konsolni tozalaymiz. Endi saqlanib qiladigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek, bizda reference error beradi. Endi nima deyapti? Cannot access hello with arrow before initialization. Aytyaptiki, buni initialization, ya'ni initialize qilishingizdan oldin buni chaqira olmaysan. Birinchi buni yozgan, keyin chaqirgan. Ya'ni birinchi funksionni yozib, keyin chaqirgan. Birinchi chaqirib, keyin funksionni yaratma. Ya'ni bu arrow functionimiz hosting bo'lmaydi. Host bo'lmaydi. Nimaga? Chunki bu arrow function. Ikkalasi ham bir xil vazifani bajarayotganiga qaramasdan, agar function keyword bilan yozsangiz, bu hosting bo'ladi yoki bo'lmaydi. Xo'p, ana endi keyingisiga o'tamiz. Keyin nima bor bizda? Xo'p, ana endi biz var orqali nima deydi, bir o'zgaruvchi yasaymiz. Masalan, var name bu teng bo'lsin Abdulboriga. Ana endi console log qilaman name ni. Ko'rib turganingizdek, Abdulbori chiqdi konsolda. Ana endi konsolni olib turib bu yoqqa qo'ysam nima bo'ladi? Undefined chiqadi, lekin error bermadi. Bu undefined. Bu variable ham nima bo'pti? Hosting bo'pti, lekin bitta muammo, bu undefined bo'lib qoldi. Uzr. Ana endi xuddi shu narsani biz let yoki const bilan qilib ko'ramiz. Let name bu teng bo'lsin Abdulboriga. Ana endi buni console log qilaman. Pastda name chiqadi. Agar console logga olib turib tepaga qo'yadigan bo'lsam, menda error beradi. Cannot access name before initialization. Ya'ni bu hosting bo'lmayapti. Bu yerda error beryapti, lekin var bilan yozganimizda bu error bermayapti, faqatgina undefined qaytaryapti. O'sha narsa sizlarni dastur yozayotganingizda, kod yozayotganingizda chalg'itib qo'ymasin. Xuddi shu narsani men const bilan qilsam ham, menda baribir bir xil error chiqadi. Cannot access name before initialization. Ko'rib turganingizdek,
faqatgina var kelgan function hozircha hoisted bo'lyapti. Xo'p, ana endi nima qilishimiz kerak? Har doim sizlar let yoki const ishlatishga harakat qilinglar. Bu bunaqa muammolarni oldini oladi. Xo'p, ana endi xo'p, yana nimalar bor bizda? Xo'p, oxirgi case ko'rib chiqamiz. Ungacha biz buni kommentga olib turamiz. Ana endi men yozaman const bu yerda test deyman. Deylik, bu function bo'lsin. Anonim function yozamiz. Ya'ni function expression yozamiz. To есть bu yerda nima bo'ladi? Yozamiz deylik console log test or testing. Xo'p, ana endi buni men test deb bu yerda chaqiradigan bo'lsam, nima bo'ladi? Testing deb console log qilib chiqazadi, to'g'rimi? Agar buni olib turib bu yoqqa qo'yadigan bo'lsam, nima deydi? Cannot access test before initialization. Har doimgi errorimizni beradi. Ya'ni function expression deyiladi bu narsa. Xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Function expressionda bizda hoisting bo'lmaydi. Function keywordini ishlatganimiz bilan bo'lmaydi. Qachonki buni o'chirib bu yoqqa test yozadigan bo'lsak, bunda ishlaydi. Mana shu 3 xil holatda, 3-4 xil holatda o'zingiz uchun yaxshi tushunib olsanglar, xudo xolasa kelajakda foydali bo'ladi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, o'rtog'inglarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bu menga juda katta yordam bo'ladi kanalni yurg'izish uchun va shunga o'xshagan yaxshiroq kontentlar chiqarish uchun katta yordam bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.